Assalamu alaikum, hörmətli Uyğur qarindaşlar. Müş vaxtınız xeyirli olsun. Mən ismim Mutallib. Mən şu Avstraliya Uyğur Tağırtaq ayollar cəmiyyətindəki Həlimə xanımın tələbi boyunca bugün şu yürək kasallıkları doğrusunda qısqaça bir düşüncə verməkçi. Avval özümni tanıştırıb versəm, mən ismim Mutallib Hamud. 2003 yılı Avustralya'ya gelgen. Ondan keyin yürek kasallıkları boyunca doktorluk okudum. Yani 2011 yılından başlap doktorluk hizmetlerine şug'ullanadim. Endi yürek kasallıkları degende asaslığı biz tacizman yürek kasallığı doğruluk sözleşimiz. G'arb dünyasida en köp uchraydigan ölümning sebebi, birinchi sebebi tacizman yürek kasallığı. Miyada avval bir yürek doğruluk azroq bir uqumga ega bo'lsak, yürek odatda oksigenni tacizman arteriyadagi qondan qabul qiladi. Masalan, bizning yurakninki rasmi, yurakda ikki cho'ng qon tomiri bor. O'ng taraf tacizman arteriya, sol taraf tacizman arteriya deb. Tacizman yürek kasallıkları ya tacizman arteriyaninki şu moy bilan to'silishi, tarib ketishdan paydo bo'ldi. Undan keyin bu vaqtda yurak oksigen yetishmay, yurak sanchiq kelib chiqadi. Bu yerga biz rasm qarasak, avval moy cho'kmasi qon tomirining ichida paydo bo'ldi. Bu endi shu tacizman yurak kasalligining boshlanishi. Undan keyin bu qon tomiri tarib ketgan vaqtda qon ayrilish to'sqinlikka uchraydi, yurak sanchiq kelib chiqadi. Undan keyin agar bu qon tomiri butunlay to'silib ketsa, odatda yurak muskul to'qilmasi yoki heart attack deymiz, bu paydo bo'ldi. Endi bu tacizman yurak kasalligiga alomatlar qanday bo'ldi degan vaqtda ko'krak markaziy qismida qattiq bearomlik paydo bo'ldi, og'riq paydo bo'ldi. Bu og'riq odatda besilgandek, qisilgandek, eg'ilishib ketayotgandek bir xil sezim bo'ldi va yoki ba'zida oshqozon og'rib ketayotgandek his qildi. Undan boshqa bu og'riq odatda bo'yin tarafga, kekatak tarafga, ingakka, dumbi tarafga, qo'llarga taqildi. Odatda so'qil. Undan boshqa qo'shimcha kasallik alomatlarim bo'ldi. Masalan, nafas siqilish, ta'lash, ko'ngil aynish, ziyoda horg'inlik qatorliqlarni ko'rdi. Endi qanday ahvollarda yurak sanchiq kelib chiqdi degan chog'da ko'p hollarda kuchab harakat qilgan vaqtda paydo bo'ldi. Harakatni to'xtab, aram olganda yaxshi bo'lib qoldi. Undan sirt ziyoda hayajonlanish, ro'y besim, masalan, ochiqlanish, qo'rqish, haddan ziyod xushal bo'lish, bak to'nglab ketish, bak tuyib tomoq yeyishlarmi yurak sanchig'ini paydo qildi. Endi yurak sanchig'ini keltirib chiqaradigan xatarlik omillar qaysi desak, birinchisi tomoq chekish, ikkinchisi yurak qon besimi, yuqori qon besimi bo'lish. Odatda biz qon besimini 130 ta 80 dan tuvan holatda kontrol qilsak, bu yaxshi qon besimi hisoblanadi. Uchinchidan qondagi xolesterol miqdori yuqori bo'lish. To'rtinchidan chiniqmaslik, beshinchidan semizlik, eg'irlik ishib ketish, oltinchisi diabet kasalligi, yettinchisi ro'y besim, sakkizinchisi aroqni ko'p iste'mol qilish, undan keyin irsiyat omillari qatorliqlar. O'zimizda qilgan ishlar deganda birinchisi albatta biz degandek shuni keltirib chiqqan xatarlik omillarning oldini olish. Masalan, tomoq chekmaslik, sog'lom oziqni savrib ketishdan saqlanish. Bu yerda men bir narsani so'zlab o'tmoqchi. Bu badan eg'irlik ko'rsatkichi deymiz. Buni odatda eg'irligining kilogramm sonini egizligini metr o'lchab hisoblab, buning kvadratiga bölgen çağda kelib chiqqan sonli qimmat. Agar bu 25 dan tuvan bo'lsa normal bo'ldi, 25 dan 30 gacha bo'lsa eg'irlashib ketgan bo'ldi, 30 dan yuqori bo'lsa semizlik kasallik. Buni inglizchada biz body mass index deymiz yoki BMI. Uchinchidan biz qila oladigan ish chiniqish. Masalan, kuniga 30 minutdan piyoda minib berish, undan boshqa
ro'y kayfiyatini xo'shal tutish, ro'y besimni yengiltish, uzoqlanish jihatdan tuyulgan maylarni ozish yoki yemaslik. Tuyulgan may degan chog'da asosli masalan hayvonot maylari, qaymoq, seriq may, erimchik deganlar, undan keyin biz yaxshi ko'rib yetib yeydigan qatlama, tort, pechin pranik, marujna, mayliq go'shtlar, mayda pishirilgan tomoq degandeklar bu tuyulgan may kirdi. Tuyulmagan may odatda bexatar bo'ldi, masalan zaytun mayi, o'simlik mayi degandeklar. Albatta o'tdik, xatarlik omillarining diabet kesili eng xatarlik omillarning biri, ya'ni yurak qon tomir kasalligini keltirib chiqqan eng xatarlik omillarning biri. Endi odatda yurak qon shakarini 4 dan 6 ga saqlasak, bu yaxshi holat bo'ldi. Yana bir ko'rsatkich bor, bu HbA1c deymiz. Buni qon tekshirish orqali belgili bo'ldi. Buni 6.5% tön bo'lsa yaxshi bo'lgan bo'ldi. Şuna biz odatda shakar miqdori tuvan yemeklarni yesak, diabetni oldini ola olamiz, diabetni kontrol qila olamiz. Bu yerda men bir jadvalni qo'yib qo'ydim, glycemic index degan. Shu tizimga qarab, qiziqadiganlar bo'lsa, shuni bir qarab, texnik chunqur tushunasiz bo'ldi. Endi tibbiy davolash jihatdan yurak sanchig'ining har xil dorilar bor. Buning uchun masalan tilni ostiga soladigan yoki tilni ostiga purkuydigan degandek dorilar jiddiy holatda ishlatishga bo'ladi. Buni doktorning maslahaticha o'zimizga muvofiq dori ishlatsak bo'ladi. Yani onun boshqa aspirin tabletini yeyish kuniga. Endi so'raydigan yurak to'g'riliq maslahat ishlar bo'lsa, Avstraliyaniki yurak fondininki telefoniga ursa bo'ldi. Telefon nomerini yozib qo'yib. Amaliyotda masalan biz doktor berib ko'ringan chog'da yurakka qanday tekshirishni qilmaymiz deganda, qisqasi GP'dan maslahat so'rsak, masalan qanday shakarni, qanday xolesterolni tekshirish, alohida birisi yurakka troponin tekshirish, ECG masalan şimdi yaptı degandek, undan yurak mutaxassislik ishkalligi oldida masalan stress ECG, echo, undan keyin angiogram yurakni saylantirib tekshirish degandek alohida tekshirishlarni qiladi. Men ko'rsatayotganim hamda mana shu qandagi xolesterolni tekshirganda qandaq muhim nuqtalarga diqqat qilamiz deganda, birisi mana shu umumiy xolesterol miqdori 4.5 dan tuvan bo'lsa yaxshi bo'ldi. Agar diabetes bo'lgan kishilarda 4 dan tuvan bo'lsa ham yaxshi. Undan boshqa miyada bir bad kolesterol, asib kolesterol deymiz, LDL degan. Bu odatda 2 dan tuvan bo'lsa yaxshi bo'ldi. Yana birisi miyada HDL deydigan birisi bor, u good kolesterol, yaxshi kolesterol, uning miqdori odatda 1 dan yuqori bo'lsa yaxshi bo'ldi. Yurak sanchig'ining xatarlik bishoratlari qanday bo'ldi deganda, masalan bu og'riq 10 minutdan uzun davomlashib ketsa, odatdagidan qattiq og'risa, dori ishlatgandan keyin yana og'riq pasaymasa, undan keyin sababsiz pat-pat qo'zg'alib tursa, orom elayotgandimi, ya'ni bu yurak sanchig'i yoki ko'krak og'rish qo'zg'alsa, uni sir ta'lash, yurak silish, nafas siqilishga o'xshash yangi alomatlar paydo bo'lsa, bu kasal ahvolning xatarlik ig'irlayotganligini bildirib, buni darhol doktorga ko'rinish kerak. Yana bir ish ayollar bilan yurak kasalliklari to'g'risida qanday alohida xarakterlik ishlar bor deganda, ayollar klimakteriya davri, ya'ni hayz to'xtash davriga yetgandan keyin yurak kasalligining xavfi ko'rinarli oshadi. Odat biz Avstraliya, g'arb davlatlarida sut bezi raki, ayollar sut bezi rakini ko'p uchraydi deymiz, lekin yana yurak kasalliklari odatda sut bezi rakiga qaraganda 3 ko'p bo'ladi. Shuna biz ayollardagi yurak kasalligiga qaramasligimiz kerak. Agar 45 yoshdan yuqori bo'lsa, ayollar yurak sog'lomligini tekshirib turish kerak. GP'lar bilan aloqasi bo'ldi. Bugungi bu temam shu yerda oxirlashdi. Har qanday savollar bo'lsa, uni mana shu
Avstraliya Uyghur Tanrıdağlar Cemiyeti'deki Həlimə xanım ədlətdiki. Yollab bəsənlər, Həlimə xanım mən bilən görüşsə, alaqlaşsa, ondakı sorularına cavab bəsən buldu. Həmsə müş vaxtına xeyirlik olsun, Allah'a emanet, keyin qayta sözləydiğim temalar olsa, şu cavab görüşürük.